Assalomu alaykum yaxshilar, sog'monmisizlar? Xayrli jumalar. Juma kuni xayrli, barakatli bo'lsin hammamizga. Sog' omon bo'laylik. Allohim o'zi panohida asrab, o'zidan boshqaga hech qachon hech kim muhtoj qilmasin. Ikki dunyo saodatini so'raymiz. Hamisha ikki dunyo saodatini bersin. Jannatlarga dohil qilib, nar azoblaridan hamisha o'zi asrashini o'zidan so'raymiz. Ikki dunyo saodatiga barcha mo'min musulmonlar qatori Allohim bizni ham, ota-onamizni ham, o'tgan jigarlarimizni ham o'zi nasib o'zilasin. Hamisha Allohdan yaxshiliklarni kutamiz. Kunimiz yomon o'tyapti, anu yetmayapti, mana yetmayapti desak, Allohning qahri kelib qoladi. Albatta yaxshilikdan umidvor bo'lib yashasak, hamisha Allohim o'zi yaxshiliklarni ato etadi. Mana hozir oldin internet yo'q edi, hozir internet bor, hamma joyda ko'ramiz. Ayniqsa chekka davlatlarda bitta tovoqchada ovqat olish uchun navbatda turishibdi. Kichkina go'daychalar yomg'irlarda qaltirab turibdi. Faqat shu ozgina bir chiqim ovqat uchun shular jim turishibdi. Lekin bizda Xudoga shukr to'qchilik. Lekin ko'p noliymiz, ko'p narsadan nolaveramiz. Shuning uchun har doim shukr qilib, alhamdulillah, Allohimga shukr, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'p durud salovatlarimiz bo'lsin deb yashashimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ishimizni boshladik. Xudoga shukr, bugun juma kuni sahar kallasida kelganman. Ko'plar so'raydi, bir kunda nechta somsa qilasizlar? Endi biz bozorda ishlaymiz, bitta korxona oshxonasida bo'lgandan keyin shu ishchilarga yarasha somsa tayyorlaymiz. Hozir o'zida ikkita lis pishirdim, uchinchisini qo'yib qo'ydim. Yangi hali nima qizim kelmadi, yordamchim. Uchinchi partiya ham qo'ydim. Har bir listda 20 ta, 21 tadan ketadi. Hozir endi 4-listga harakat qilyaptim. Men ko'k, qovoq, go'sht hammasini tayyorlayaptim. Ishlarimizni ancha tinchitib oldik. Hozir 8:30 bo'lyapti. Men shuna bozor borib kelay deyaptim. Bir 6 ta list somsa ham pishirib ozginasi qoldi. Bu yoqda birinchi pishirishyapti. Yordamchilarim kelib. Men bozor qilib kelmasam bo'lmaydi. Keyin ozgina shunaqa somsa nimalar olaman-da. Kimgadir ehson qilib. Buni ehson qilayotgan maqtanish uchun emas. Har kuni har kuni ehson qilish kerak. Ko'p savobga ega bo'lish uchun. Shuning uchun menga bozorda berib, bozorimizni qilib qaytib kelaman. Bozorlarni qilib kelib oldim. Mana endi tabakalarimizni qovurishni boshlaymiz hozir. Har doimgidek oldi go'shtlar. Eng chiroyli go'sht olib keldim. Lahm go'shtlar 170 ming. Suyakli go'shtlar 135 mingdan mol go'shti kilosi. Buncha pirashkilarimiz achib ketibdi rosa ham. Hozir boshlaymiz bularni. Keling, kartoshka solib. Ovqatlari mana. Qozon atrof to'la odam. Ovqat suzish jarayonlari bizda har doim shunaqa bo'ladi. Bo'ldimi? Bo'ldi, olib ketaver. Gazini bosinglar. Gazini bosinglar deb qo'yadi. Mayli, Lena, mayli. Ha, advorsdan berib yubordim. Bo'ldi. Men aytdim, paka pishayotganda olib ketib, a to не останется dedim. Yarim o'zbekcha, yarim o'rtcha. Qoplaymiz gapga. Ha, shu ezilgan olib ber, ha, o'sha ezilgan u yaxshi ko'radi. Menga bitta berib yuboring. Xotlanchi o'rniga bunaqasini yeb turishadi, hozir yetadi. Ishkilarimiz oxirgilari pishyapti. Bu qozonimizda chuchvaramiz pishyapti. Ovqatlarni tinchitib ishxonadan chiqdik, ozgina bozor qilib oldim. Endi uyga ketyapti, yangi yo'limizni qaranglar. Kechqurungi yangi yo'l. Shahar juda ham chiroyli. Bolalarga ham ozgina maychida oldiydi, nevarlarga. Endi taksi to'xtatib uyga ketamiz. Hamma ishlarimiz bo'ldi. Ovqatlarni tugatdik, somsa pishiriq. Hech narsa qolmadi. Xudoga shukr, alhamdulillah, o'ziga shukr. Juma kunni ham sog' omonlikda o'tkazib oldik. Ertaga Allohim hammamizga sog'lik, salomatlik ato etib, eson-omon tongga turib olsak bo'ldi, Xudo xolisa. Sog' omon bo'linglar, yaxshiliklar diydorlashaylik.